Ko'pchilik buni chet davlatdan olib keldinglar deb o'ylayapti. Yo'q, Woodmax jamoasi buni o'z qo'llari bilan yasagan. Mana sizlarga navbatdagi birinchi etajdagi spalniyimizni ko'rsatamiz. G-образный bo'lib tushgan bu shkafimizni zo'ra. Nima deb o'ylaysizlar? Unda ochamiz. Pantograflari bor, bu yerda ham burchnisalari bor, juda zo'r chiqqan. Menga bu xonani kattaligi juda yoqadi. Bu alohida tema. Kravatni qaranglar. Tumbichkani qaranglar, juda mos tushgan. Tepa obshivkalari undan ham go'zal. Bu yoq tarafimizda televizorimizga obshivka qilganmiz. Kojadan bo'lgan, yon taraflariga MDF shipon ishlatilgan. Trimoni qaranglar, birinchi marta. Ko'pchilik buni chet davlatdan olib keldinglar deb o'ylayapti. Yo'q, Woodmax jamoasi buni o'z qo'llari bilan yasagan. Woodmax jamoasida 26 yillik tajribali xodimlar ishlaydi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, profiliga obuna bo'linglar va aloqaga chiqinglar.